Bir marta xato qilganimizdan keyin undan dars olamizmi? Yo'q. Tuyoqush tuxumini yebsan, biz u xatoni yana qayta qilamiz. Qanaqa qilib bu asablaringiz chidayapti deydiganlarga qisqa yo'llarni o'rganib oldimda bir nima qilib. Mo'ljallaymiz bunday qurolda. Shu yerga bir uraman. Mashinaga tushaman. Tusham mana o'sha qisqa yo'l mana. Keyin qo'lim o'rganib qoldi. Bunday qilamanda, mana buni yo'qotamiz. Bunday qilamizda. Bunday prosta. O'ta zo'r. Mendan bitta sakrashni amalga oshirardim. Mana. Ya. Ha mana. Men o'sha qisqa yo'llarni o'rgandim. Tajriba oshdi. Mendan ham zo'r o'taman men, qarab turinglar. Bunday qilib turib, oldinlari chiranib o'tardim. Hozir bittada o'tadigan bo'lib qolganman mana. Bunday qilyapman. Bunday qilib turib o'rganib oldim men yaxshi yo'llarni mana. Bo'lar ekan-ku. Endi ashaqacha borishimiz kerak. 3 hours later. Voy. Terlab ketdim. Nima terlab ketdim? Mashigacha qayta keldim mana yana. Qancha vaqtim ketdi? Xudo biladi. Mana yana bitta savolni javobi sizlarga. Nimaga video kam chiqyapti? Mana shu kazobat o'yinda men qayta bitta joyga kelishga harakat qilyapman. Sakrayindi. Usha. Молодец. Ozgina qoldi. Nafas olamiz keyin. Usha. Hop, maga chiqchi. Dumalab ketma. Voy. Mana senga rezultatni, kasofati. Endi bu yog'iga tushib ketsam men vapshi afsunaman, ishoninglar. Afsuslanishni eng opodadasi bo'ladi lekin. Endi ma'dan chiqarganmizda. Biz sarguzashtlarimiz davom etadi. Nimcha qiyin bu, magamni qo'yamizda. Bunday sakraymiz. Hop. Men bilyapman. Tushimda ham ko'rmaganman bu o'yinni lekin. Oba! Молодец! Xotirjamlik. So'kinmaymiz. Zo'rga chiqyapman. Nima bu? Meni yordam bermayapti hamda bu o'yinchi bir. Yordam beray shu bechara o'yinchi ham siqilib ketdi. Qayta o'ynaverib mana shu o'yinimizni. Biz ham to'yib ketdik bunga qayta restart qilib, shu boshdan boshlataverib, terlayapti bu demayapti-da shu. Ish qilib tepada mashincha qiyinchiligimga arziydigan narsa bo'lsin-da. Sal qoldi. Hop, молодец.